Merning sirli bunkeri. Va nihoyat 15-qishloqqa yetib keldim. Va endi men merni topishim kerak. Va uy olishim kerak merdan. Janob. Meni uyi qayerda? Bilasizmi? Qisqasi, bari to'qonga yursang, to'qonasan. Yaxshi, rahmat. Gelikmi? Mana shu uy bo'lsa kerak menimcha. Assalomu alaykum Meram aka. Xush kelibsiz. Xo'p, men bu qishloqda yangiman va menga uy kerak. Bormi shunaqasidan? Ha, mana tomonda bitta uy bor edi. Ana tashlandiq uyda aytyapsizmi? Ha, Vobshe tashlandiq uni qanday tozalayman men? qisqasi, mana shu yerda narsalar bor, o'zi tozalayversan. Aha, rahmat. Xo'p, lekin mebellarchi? Mebellarni ana mashinanga solib qo'yganman. Mashina qanaqa ko'rdingiz uni? Yaxshi. Hozir borib ko'raman. Rahmat instrumentlar uchun. Aytgancha, Meram aka, menga mos bir ish bormi? Menga mos. Ha, tomonda konda ishlasang bo'ladi. Xo'p. Shart tomonda deysizmi? Ha, mana shu shart tomonda. Aha. Qisqasi, ovqatingni, uy-joyini hammasini qilib beramiz. Shu yerda ishlab menga olmaslar kelib tursang bo'ldi. Faqat ana shu mana shu tomondagi bunkerga kirma. Nimaga? Ha, zaharli gazlar bor. Ha, tushunarli. Biz kirgan ham kelgani yo'qlarmi? Xo'p. Qoch yo'ldan. Mana bu bunkerda aytgan bo'lsa kerak. Ha, mayli. Qiziqmas menga. O'ylanadi. Salqotishga oz qoldi-ya. Bu yerdan endi avvalambor o'rgimchak to'rlarini yig'ishtirib olishimiz kerak. La'nati. Nima ko'p bular? Bu yerda oldin kim yashagan o'zi? Oldi yashab o'zi ham. Videoni zakatga musobaqa like bosib obuna bo'lishga sanchmasin. Bizni kuzatib boshdan to'xtamaydi. Biz hali ancha ishimiz bor. Xo'p, mana sira oldim. Endi qaytish kerak bo'ladi menga. Plan olsam. Biz hamma joy to'landim. Yo, mana topib ketdi. Nimadir ko'rgan sezadi meni. Yavaşlar, odam. O'yinchilarni ham tugatdik va nihoyat toshlarga keldik. Budan ham topishimiz kerak. Taklif beradi. Albatta, nega beradi? Tushunmadim, hamma aytdi. Kerakli toshlar og'ir yo'q. Lekin keraksizligi ham yo'q-da. Toshlar, yerda ham shishalar bor. Odam yashagan o'ziga. Xo'p. Ishlarni tugatdik va biz ikkita joyga chiroqdan qo'yib qo'ysak, bittasini o'zim qo'limdan olib beraman. Xo'p, mana yerda yashiklar bor ekan, musor soyani. Xo'p, bu yerga barcha musorlar solib qo'yamiz. Chiqindilarni va mebellarni olib tushirsak ham bo'ladi bemalol endi. Bularni tepaga olib chiqamiz, qo'yib turamiz. Xo'p, endi avvalambor eshiklarni qo'yib olaylik. Bu garajni eshigi menimcha. Endi bu yerda oddiy uyning eshigi. Bu yerda derazachalar.
endi bu yerga javoncha qo'yamiz. Ikkitasidan. Bu yerga endi motor ketib qoldi. Va bu yerga bunaqasidan. Suvlarni qo'yib chiqamiz. Hop, mana tayyor. Nima qilib ketmadim? Lanati. Kravat yo'q-ku. Va nihoyat kravat muammosini ham hal qildik. Hop, eshikni yopamiz va quyosh qayerda? Bu yerda ekan, hali kech tushgancha bor. Biz bugungi kunda konga boshlasak bo'ladi. Qolgan ovqatlarni uyga tashib chiqsak bo'ladi. Oqani oldaysan. Kim gapirdi? Bu yerga qo'ysak, buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga. Buni ham olib qolamiz. Hop. Elimizda sharq tomonga konga boramiz. Xullas, ketdik. Arbaletni berishgani sababi menimcha qandaydir xavf bo'lsa kerak uyda. Tuyadi. Hop, qani ketdik. Normalde köprü ekan lekin gap yo'q. Salqoch asfalt ya. Mana yerga tur. Biz bu yerdan pastga tushamiz. O'qlangan yaxshi. Verketka bu yerda asfaltadi. Hop. Yetib keldik. Lanatli zombilar bor ekan. Aytdim. Arbalet berishdi menga. Yaxshi. Hop, pastga tushamiz-da biz. Endi olmos qolishimiz kerak. Ata. Meni ochyapti. Nimaga qiyshiq? Tashavoramiz, bizga keragi yo'q baribir. Kalmaz hazır. Zaten. Qayerdan keldi bu? Nimaga? Nereden? Qazib olsam ham bo'ladi, avvaldan. Hoppa. Orada turli istagan zonalar, orada turli mos kerak.
pastroq bosasa. Qayerdan keldi endi? Yeah. Yelkamız yetib qoladi va biz uyga qaytishimiz kerak. Bu juda ham xavfli ekan. Tezlash. Uyga boramiz va almazlarni merga topshirishimiz kerak. Quyosh botyapti. Orqadan oy chiqyapti. Judayam kech bo'lib ketdi. Lanati. Bu nima bo'ldi yana? Yo, stop. Bu yerda bu mashina nima qilyapti? Assalomu alaykum, Merim aka. Nima bo'ldi bu uyga? Qaysi rahmat mashinasini uribdi. Mashina pastga uriladi-ku mashina. Nima? Mashina pastga uriladi-ku deyman. Yonib ketdi. Ha, yonib ketdimi? Aytdim, pojar turgan ekan. Mana xullas almazingizni olib keldim. Yaxshi ko'raver. Men shuncha bordim, endi siz ham shuncha kengda. Yes. Sen ham urolmagina mashinani. Hop. Kim urgan ekan mashinada? Hoppa. Yerga to'xtasak bo'ladi. Ana. Va uxlashga yotamiz. Yotishga uxlaymiz deb. Qanday naqadar yoqimli taom. Mana bu fakirni tashlab ketgan ekanmiz. Yana tashlab ketdi. Endi damdagi musulmonlarni musulashga tashlab olaylik. Mana bular. Qismat. Hop, g'ildiraklarni yeb qoldi. Yıldırak. Ketdik. Va bugün ikinci gün konda ishlaymiz. Bugün konda yangidan qazsakmikin deyman-da. Yerdan kessak va yerga kelamiz. Va bu yerda liftdan pastga tushamiz. Qanaqasi bu tayyorlasin. Chunki kutilmagan vaziyatlar kutilmaganda keladi. Zombilar bormi yana? Hello. Konaqlar. Aslan birlikte olması lazım gerek. Keyin zombilarni zombi deyman. Yangi shaxta qazishga boshlagan bo'ladi. Nima birden olmazlarını kalsın.
tayyor va ikkinchisi ham tayyor. Uchinchisiga o'tkazish ketdi. Voy la'nat meni. To'rtinchisi ham tayyor. Maydu. Beshinchisi ham tayyor. Endi nima etmoq qilyapmiz? Hop, shaxtani yangidan qazishga tayyormiz. Mana yana sifatlar kelyapti. Hop, bu yerdan davom etamiz. Shaxta o'zi qazilayotgan ekan. Boshqacharoq quloq chiqdim. O'ylanib. Nima bo'ldi bu? Bu yerda tashlandiq joyga tushdi. Qayerdan chiqib qoldim men? Bu yerda kitob bor ekan. Qishloq ahlini zombiga aylantirish aralashmasi. Yerda damlamalar keltirilgan. Manzil 15-qishloq, markaz bunkeridagi laboratoriya. Stop. Bunkerda laboratoriya bor. Juda qiziq. Zombiga aylantirish va laboratoriya. Nimalar bo'lyapti o'zi? Lekin uyga kirma deyishgan menga, hafta deyishgan. Lekin bormasam bo'lmaydi. Damasa. Qo'yaymi? Meni qulog'imga qandaydir ovoz eshityaptimi deyman. Nimaga shuncha damada? Kech bo'pti o'zi. Vale. Ancha kech bo'lib qopti. Mana kesam ham bozor. Shiboy ey. Mayli. Ko'rmas bo'ldi. Mayli. Ye. Merhaba aka, sizga olmoslar keltirdim. Yaxshi. Avvalgidan kam-ku. Ha, bugun yangidan klon qozidan o'shaning vaqt yetmay qoldi. Aha. Bir balon boshlab yurmadingmi? Yo'q, bundan tayyor bo'ldim. Yaxshi bo'ldi. Bo'pti. Shundan yapmiz. Tushsunchi. Mototsikl uyga olmasam kerak. O'ylanib ko'z yonaman. Yaxshi. Yerga garajni ochib qoldirman-ku. Garajni yopamiz va eshiklarni yopamiz. Ana. Men uxlagan bo'lsin dashim. Zombilar bosib ketdi qishloqni. Bo'ldi.
O'ylamadi. Tushamiz pastga. Cho'ta chuqurga o'xshaydi bu. Nima otishyapti? Zombilarni o'zi kelyapti. O'ylanadi. Qanaqa joy? Zombilarmi? Zombilar nima qilyapti bu yerda? Demak, jetinlarni bular zombiga aylantirayotgan ekanlar. Buni to'xtatish kerak. Voy, bu yerda nima qilyapsan? Seni ogohlantirgandim. Endi ertaga seni shu zombilar orasiga qo'shamiz. Beyler uni. Beyler, Lanata! Bu qanday joy? Voy lanata! Bu qanday joy o'zi? Nima bo'lgan bularga? Hamma yoqqan lanata. Hamma tomonda zombilar. Judayam xavfli. Lanata qon ketyapti mendan. Yo'qol. Yo'qol. Kema. Lanata. Zombilar ko'p bo'lmasa. O'zim eskiyim. Mana ol. Portlayapti o'zi bular. Aydan lan. Lanat bu nima edi? Yo'q. Yo'q. Meni yondirishyapti ular. Bularni o'ldirish ham juda ham qiyin bo'lyapti. Bu videoning ikkinchi qismi qiziq bo'lsa, mana shu videoga 25 ta likedan ko'proq like yig'ilishi kerak. Agar shu paytgacha like bosmagan bo'lsangiz, buni to'g'rilash uchun sizlarga 3 soniya vaqt beraman. Qani 1 2 3. Siz like bosishga ulgurdingizmi? Agar ulgurmagan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoling va like bosib qo'yishingiz chiqmasin. Ana yerda bir odam bor ekan, yaxshi. Ye. Xullas. Hey. Nima? Urib oldim, portlab ketdi. Kelmajin qo'ynaga. Yangidan olayin. Hayır. Yonim olib ketdi. Hayır ko'rmadim. Daraxtga. Biz u daraxt olib tashlash kerak edi o'zi. To'xtang. Video nomini o'zgartiramiz. Daraxtga mashinasi daraxtga urib olgan yangi haydovchi. Travan sotib olgan o'yinchi. Yo'q, haydovchi. Yanlışını. İyi. İkinci sefer doğru yürüyün. Şimdi Canımda ko'paytirish iloji yo'qmi? Almazlarni topshirishim kerak. O'ylarni tasavvur qilishga oz qoldi. Ura olishimga. Crash. Yine işte kalı.
La'nati. Uy yonyapti. Uy. Uyda o'chinglar. Tushib ketdim. Yanami? Ko'prikdan tushib ketdim bu safar. Portlab ketdi. Bella. Ey, mosh pravasiz bermaslik kerak, bor prava. Yaxshi, o'zim hech nima qilmadi. Odamni ahvolini ham bir so'ramaysizlar. Ko'proq moshina haqida qayg'urayotgandik.